Shuni qaranglar, bu bomba set. Sushi xo'rlar bormi? Sushiga borib ko'ramiz. Hurmatli sushi xo'rlar, ekran qarshisiga yaqinroq kelib olaydi. Men sizlar uchun yana bitta yengil lokatsiya topib qo'ydim. Bu safar ham har doimgidek minuslar bilan aytib boraman. Kommentariyada bo'lsa sizlar bahosini bir davomgacha qo'yib borasiz. Aytgancha o'zi oramizda sushi xo'rlar bormi? Kirgunimcha hamma narsani tayyor qilib qo'yishgan. Hamma bilan ko'rishdim. Sizlar bilan assalomu alaykum deb ko'rishganimdan keyin sekingina obzorlarga o'tib ketdim. Birinchisi salatlardan boshladim. Ko'rinishlari chakka emas. Mazasi bo'lsa, mazasi ham yaxshi. Menga yoqdi. Faqat baqlajonli salatni kechroq kirganiga sal yumshoq qoldi. U tabiiy hol. Aytgancha videoni yoqayotgan bo'lsa, like bilan podpisatsiya bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. 4 kishi yopirilib ko'rishganimizdan keyin bitta karabilni e'tibor qoldi. Hamma qizlarni sushi yaxshi ko'radi deydi. Menimcha bolalarning ham shinavandasi bor. Agar sizlarning ham shinavanda yaqininglar bo'lsa, sushi xo'r o'ziga yuborib qo'yinglar bu video. Bu Simbatni karabili bilan dengizga chiqib bo'lmasa ham, lekin dasturxonga qo'nsa bo'ladi. Umumiy qilib olganda 10 xil sushi va rollarni ko'rishingiz mumkin ichida. Aytgan masallar, ichidagi va ustidagi losos baliqlar, avokadolar hammasi qalin va sveji kesilgan. Lekin orada guruchni yaxshi siqilmagan bir xil sushilar bor ekan. Olganingizda sal guruchlar o'ynab tushib ketdi. Ammo lekin biroq mazasi zo'r. Hatto gullaridan firmini burgerimni tayyorlab qoldi. Doboqdoga Telegram botdan zakaz qilganligi 10% chegirma ham qo'shib berishar ekan. Ochig'ini aytganda, bu karabilni bemalol 5 yoki 6 kishi kelib zakaz qilsanglar bo'lar ekan. Bizda 4 kishimizga ancha bo'kib qoldik. Agar videolarni yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ysanglar, ancha xursand qilgan bo'lardinglar. Bizda bo'lsa, bomba sushini bong'ilab ketmasimizdan limon choylantirib, panturor duo qilib ketdik. Narxlar qimmatmi yoki arzon? Lokatsiya Telegram kanalida bor.